Do'stlar, keling gaplashamiz. Kim o'zini ichidan go'yo so'nib qolgandek his qilyapti? Xuddi bir xil kunda tiqilib qolgandek. Oldin aktiv edingiz, doim nimagadir intilardingiz, ambitsiyangiz bor edi. Hozir esa hech narsa quvontirmaydi, ichingizda olov yo'q. Ertalab turgingiz kelmaydi, kechasi esa uxlolmaysiz. Miyangizda tinmay aylanadigan o'ylar, xavotirlar va yana qo'l telefonga cho'ziladi. Reels varaqlaysiz, oxiri hushdan ketgandek qotib uxlab qolasiz. Bu aslida motivatsion narsa ko'rayotgandek tuyuladigan prokrastinatsiya. Asl maqsad esa ichingizdagi sukunatni yopish, fikringizni eshitmaslik. Oldin sizni ilhomlantirgan maqsadlar qayergadir yo'qolib qolgan. Eng yomoni esa o'zingizga bo'lgan ishonch ham shu bilan birga yo'qolib ketgan. Bu oddiy signal emas. Bu allaqachon bo'ng urayotgan qo'ng'iroq. Buning ustiga inson o'zidan qanaqadir ichki darajada hafsalasi pir bo'la boshlaydi. O'zingizni tanidingizmi? Agar ha bo'lsa, bu video 100% siz uchun. Va men hozir hech kimni zaif joylarini bosmoqchi emasman. Mening vazifam sizni silkitib yuborish, energiyangizni qaytarish va yana o'zingizni tirik his qilishingizga yordam beradigan aniq qadamlarni ko'rsatish. Bir paytlar aynan shu narsalar menga ham yordam bergan. Masalan, men boks bilan shug'ullanaman. Mashg'ulotdan keyin futbolkamni siqsam, ichidan shunchalik ko'p ter chiqadiki, uni bir chelakka yig'ib olsa bo'ladi. Va aslida bularning hammasi sport haqida emas. Hozir nima demoqchi ekanimni tushunasiz. Siz mendan nega o'zingni bunaqa qiynaysan deb so'rashingiz mumkin. Gap shundaki, men bitta narsani aniq bilaman. Boshqacha yo'l bilan o'sib bo'lmaydi. O'sish og'riq orqali keladi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Chunki agar sen rivojlanishni istasang, har safar oldingidan biroz ko'proq qilishingga to'g'ri keladi. Ba'zan esa rostdan ham o'zingni oxirigacha bosishga majbur bo'lasan. Hozir aniq work-life balance tarafdorlari chiqib kelib, menga o'zingni ehtiyot qilish qanchalik muhimligini tushuntirishni boshlaydi. Keyin albatta body pozitiv tarafdorlari ham keladi va ro'yxat bo'yicha davom etadi. Lekin men hayotda doim kitoblarda yozilgan nazariyalarga emas, o'z tajribamga tayanishga o'rganib qolganman. Tana darajasida ham bu aynan shunday ishlaydi. Mushaklar faqat yuklama tufayli mikro jarohatlar olganda o'sadi. Ya'ni ular yoriladi, keyin esa organizm ularni tiklaydi. Va aynan shundan keyingina biz kuchliroq bo'lamiz. Haqiqiy og'riq va haqiqiy stressdan keyin. Oynaga qarab, tanamiz yoqmay qolganidan tushkunlikka tushganimiz uchun emas. Nimaga ishora qilayotganimni tushunyapsizmi? Biznesda ham hammasi xuddi shunday. Xatolarsiz yo'l bo'lmaydi. Men buni hayotimda bir necha marta boshdan o'tkazganman. Qachonki o'sishni boshlasang, darrov nimadir tuziladi. Jarayonlar izdan chiqadi. Eski ishlagan sistema endi ishlamay qoladi. Va har safar bu og'riq orqali bo'ladi. Ortiqcha yuklama orqali. Oxirida umuman nima chiqadimi yo'qmi bilmaydigan holatda. Bilmayman, sizlarda qanday, lekin shaxsan menda oson yo'l bilan katta bo'lishi mumkin degan illyuziya umuman yo'q. Menimcha, bu narsalarning ko'pi ertak. Chunki siz komfort zonada ekaningizda, hayotingizda umuman hech narsa o'zgarmaydi. Maksimum qiladigan narsangiz hozirgi hayot darajangizni va qo'lingizdagi narsalarni shunchaki ushlab turish bo'ladi. Hozir orangizdan kimdir aniq shunday deydi. Men uchun eng muhimi garmoniya. Ichki holatim. O'zimni qiynamoqchi emasman. Hayotdan zavq qilib yashamoqchiman. Ichki zenga erishmoqchiman. Lekin menda sizga bitta savol tug'iladi. Sizga rostdan ham hayotda aslida nimalarga qodir ekaningizni bilmay o'tib ketish qo'rqinchli emasmi? Va yana bir savol. Har biringizning ichingizda o'zingizni realizatsiya qilish istagi yo'qmi? Tan olishingizni, balki o'zingiz loyiq bo'lgan ta'sir va obro'ga ega bo'lishni xohlamaysizmi? Ikkinchi savol esa ko'proq ongga tegishli bo'ladi. Siz rostdan ham shunday o'ylaysizmi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi turli kouchlarni juda ko'p eshitib yuborgansizmi? Shuning uchun agar ichingizda o'zingizni bundan ham kattaroq narsaga qodirdek his qilsangiz,
Men siz bilan hayotdagi 8 ta qattiq, lekin haqiqatga yaqin qoidalarni boshlayman. Menimcha, bu qoidalar hozirgi zamonaviy miyani yuvish trendlariga butunlay teskari va ular sizga shunchaki maqsad tomonga yotib olish emas, balki real natijaga erishishga yordam beradi. Ikkinchi fikr shundan iboratki, agar siz butun qalbingiz bilan har qanday zo'riqishga qarshi bo'lsangiz ham va hayotni maksimal kayf qilib, og'riqsiz yashamoqchi bo'lsangiz ham baribir azob chekasiz. Chunki bu hayot shunday ishlaydi. Siz yo'l harakat qilayotganingizda, odatdagidan ko'proq mas'uliyat olganingizda qiynalasiz yoki ichki bo'shliqdan azob chekasiz. Tashqaridan hammasi tinch, stabil ko'rinadi, lekin ichingizda na drive bor, na ma'no, na hayotga qiziqish. Aytgancha, internetdagi o'sha heyterlar ham aynan shundan paydo bo'ladi. G'azabli, hammani pastga tortadigan kommentariyalar yozadigan odamlarni ko'rsangiz, bilingki, ular menimcha aslida xohlasa nimagadir erisha oladigan, lekin allaqachon taslim bo'lib qo'ygan insonlardir. Shuning uchun ular hali ham urinayotgan odamlarni ko'rsa, ichidan g'ashlari keladi. Shaxsan men o'z haqimda bitta narsani aniq bilaman. Men doimiy rivojlanaman. Menda 35 yoshda pensiyaga chiqaman, hamma ishni tashlayman va boshqa hech narsa qilmayman degan qandaydir pushti orzu yo'q. Chunki men shunday qilsam, nazarimda aqldan ozaman. Menga haqiqatdan ham biror ish kerak. Nimadir qurish, yangi narsalarni o'rganish kerak. Chunki mening fikrimcha, butun umr faqat dam olib, sport bilan shug'ullanib yashab bo'lmaydi. Bu juda tez zeriktiradi. Shuning uchun ham men jarayonning o'zidan zavq olaman va bu imkoniyat borligi uchun minnatdorman. Lekin har doimgidek bitta ammo bor. Men hozirgi holatdan hech qachon 100% ga qoniqmayman. Men doim ko'prog'ini xohlayman. O'zim uchun, oilam uchun, odamlar uchun va hokazo. Shunda esimga juda chiroyli bir xitoycha ibora tushadi. Tog'lar ortida yana tog'lar bor. Bu aynan o'sha holat haqida. Sen mana endi cho'qqiga chiqdim deb o'ylaysan, keyin qarasang oldingda yana yangi cho'qqa turib o'tdi. Va rostini aytsam, menimcha hayotning o'zi ham aslida shunday iborat. Tanqidchilarga ishonishni bas qiling. Eshitishga oddiy tuyuladi, lekin amalda bu eng qiyin nuqtalardan biri. Chunki biz tanqidga maqtovdan ko'ra ko'proq ishonamiz. O'ylaymanki, buni hammangiz sezgansiz. Yaqinda men bir podkast ko'rdim. Ma'lum bo'lishicha, miyamiz shunday tuzilgan ekan, hatto siz tinch holatda bo'lib, hech narsa qilmayotganingizda ham asosiy 5 ta indikatorning 4 tasi ijtimoiy muhitni kuzatadi. Kim nima dedi, kim qanday qaradi, kim siz haqingizda nima o'ylayapti. Ya'ni biz aslida juda ijtimoiy mavjudotmiz. Biz uchun o'zimizni bilish, qabul qilish juda muhim. Lekin mana shu ichki dastur bilan juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki hayotda doim shunday odamlar bo'ladiki, ularga sizning muvaffaqiyat qozonmasligingiz foydaliroq va ular sizni tanqid qiladi. Ba'zan passiv tarzda, ba'zan esa zaharli, umuman yashirmasdan. Eng qiziq paradoksni bilasizmi? Bunday tanqid qiladigan odamlar ko'pincha aynan sizning yaqin atrofingizdagi insonlar bo'ladi. Chunki sizning o'sishingiz ularni ichidan bezovta qiladi. Ularning odatiy hayot trayektoriyasini buzadi. Shu sababli ular sizni yana o'sha o'rtacha darajaga tortishga harakat qiladi. Hayotimda bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. O'zim ham buni boshdan o'tkazganman. Boshqa odamning fikri odatda uning siz haqingizdagi bilimidan kelib chiqadi. Lekin agar siz chuqurroq analiz qilsangiz, ko'pincha u o'zi haqida gapirayotgan bo'ladi. Oddiy misol, aniq har biringizning shunday qo'shningiz yoki tanishingiz bo'lgan. Bir paytlar shaurma, ya'ni lavash kioski ochib, kuyib ketgan. Keyin u sizga bu biznesga umuman kirma, bu soha ishlamaydi deydi. Lekin keyin siz saharda yurib, minglab lavash kioskalari ishlayotganini ko'rasiz. Shunda savol tug'iladi.
Muammo lavashxonadami yoki konkretniy bir insondanmi? Keyin yana bitta bir savol chiqadi. Nega siz begona odamning tanqidini o'zingiz haqingizdagi shaxsiy fikringizdan kuchliroq qabul qilasiz? Lekin bu tufayli men bitta narsani tushundim. Agar o'sha paytda yonimda to'g'ri odamlar bo'lganida, men bu oqimga ancha oldin kirgan bo'lardim. Noto'g'ri muhitda bo'ldim. Shu sabab kechikdim. Va bu biz uchun juda katta motivatsiya. Xullas, 3-qoida bo'yicha qisqacha aytganda, divandagi tanqidchilarni tinglamang. Faqat sizdan ko'ra maqsadingizga yaqinroq bo'lgan odamlarni tinglang. Menimcha, qolganlarning hammasi ertami kechmi shunchaki yo'qolib ketadi. Ularning fikri hech qanday qadrli natijaga aylanmaydi va oxiri unutiladi. Yana bitta foydali lifhack. Qachonki sizga tanqid kelib tushsa, o'zingizga savol bering. Bu gapda haqiqatdan foyda beradigan narsa bormi? Bu umuman men haqimdagi gapmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, o'zingizga oling. Xulosa chiqaring, o'zingizni yaxshilang. Agar yo'q bo'lsa, tamom. Bu siz haqingizda emas. Bu shunchaki chetdan tashlangan kommentariy. Qo'yib yuboring va oldinga yurishni davom ettiring. Endi esa hayotdagi 4-qattiq qoida. O'zingizni sinay boshlang. Qarang, o'zingizni chiniqtirish va bardoshli bo'lishning eng tez yo'li o'zingizni boshqa chiqish yo'li qolmaydigan vaziyatga qo'yish. O'ylaymanki, buni hammangiz tushunasiz. Orqaga yo'l qolmaganda miya butunlay boshqacha ishlay boshlaydi. Siz ishga tushasiz, yechim izlaysiz, oldinga harakat qilasiz. Hatto oldin uddalay olmayman deb o'ylagan bo'lsangiz ham. Eng oddiy misol, tasavvur qiling, sizga $1000 topish kerak. Agar deadline bo'lmasa, bosim bo'lmasa, siz bu ishni surasiz, cho'zasiz, harakatsizlik uchun sabab topasiz. Lekin endi boshqa holatni tasavvur qiling. Pul sizga aynan hozir kerak. Bu hayot-mamot masalasi. Tashqarida tun, hamma uxlayapti va shu payt siz eslaysizki, masalan, Rossiyada Vladivostok degan joy bor. U yerda esa hozir tun emas, tong. Va siz mamlakatning narigi chekkasidagi mijozlarga qo'ng'iroq qilishni boshlaysiz. Nimadir o'ylab topasiz, nimadir sotasiz va yo'l topasiz. Men nima demoqchiman? Qachonki inson o'zini kritik vaziyatga qo'ysa, uning miyasi maksimal quvvatda ishlay boshlaydi. Aniqroq misol bilan aytsam, tasavvur qiling. Amerikada yashaydigan taxminan 18 yoshli bir yigit bor. U oddiy universitet talabasi. Har oy ota-onasi unga kiyimiga, aylanishiga, do'stlari bilan vaqt o'tkazishga yetadigan pul beradi. Va hozir muhim nuqta. Men juda katta pullarni nazarda tutmayapman. Mening fikrim shuki, agar bu holat uzoq davom etsa, bu yigitda hali juda uzoq vaqt hech narsa qilishga motivatsiya bo'lmaydi. Chunki 18 yoshda agar yashash joying bo'lsa, ovqating bo'lsa, dam olish kunlari do'stlaring bilan aylanishga ham puling bo'lsa, tamom, shuni o'zi yetarli. Senda deyarli hamma ehtiyojlar yopilgan bo'ladi. Va ehtiyoj bo'lmagan joyda ko'pincha harakat ham bo'lmaydi. Shunday vaziyatda u yigit ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, shunday deyishi mumkin. Kelinglar, kelishib olamiz. Endi menga pul bermaysizlar. Och qolamanmi, uy-joysiz qolamanmi, kiyimsiz qolamanmi, farqi yo'q. Hatto qarzga botib ketayotgan bo'lsam ham menga bir tiyin ham bermaysizlar. Mana shu holat insonda mustaqillikni shakllantiradi. O'sishga bo'lgan intilishni uyg'otadi. Pul topish yo'llarini izlashga majbur qiladi va oxiri o'z oyoqqa turishga o'rgatadi. Agar biz odamlar hayotiga biroz kengroq qaraydigan bo'lsak, haqiqiy o'sish aynan komfort zonasi tugaydigan joyda boshlanadi. Odam chidashga majbur bo'ladigan, ko'p narsani tavakkalga qo'yadigan va hatto qo'rqinchli, juda qiyin ishlarni ham qilishga to'g'ri keladigan joyda o'sish bo'ladi. Shuning uchun endi 5-qoida. Jinni bo'lib bahona qidirishni to'xtating. Tasavvur qiling, siz orzu qilgan ishga kiryapsiz. Hammasi reja bo'yicha ketmoqda. Siz saralash bosqichlardan o'tdingiz. Motivatsiyangiz yuqori, qat'iyat ham bor. Faqat bitta qadam qoldi. Test topshirig'ini bajarib, ertaga yuborish. Va shu payt hammasi birdan buziladi. Bola birdan kasal bo'lib qoladi, tinmay injiqlik qiladi. Asab, charchoq, bosh umuman ishlamaydi. Yana ustiga magnit bo'roni, mushuk, it hammasi birlashib ketadi. Va siz
Oddiy qilib aytganda, uddalay olmaysiz. Deadline kuni keladi, lekin test topshiriq tayyor emas. Siz borib, ish beruvchiga vaziyatni tushuntirasiz, kechirasiz, obyektiv sabablar bo'ldi, favqulodda holat, shunaqa bo'lib qoldi. Albatta, sizni tushunishadi. Kimdir hatto hamdardlik bildiradi. Lekin menga shunday tuyuladiki, hozirgi zamonda odamlar juda infantil bo'lib qolgan. Go'yo hammasi yengil bo'lishi kerak. O'zimni topishim kerak, relax, zen degan trend g'oyalarga juda berilib ketishgan va asta-sekin mehnat nima ekanligini, ishlash nima ekanini unutib qo'yishgan. Natija esa bitta bo'ladi. Ishni o'z vaqtida qilgan odam yutadi. Bu yoqimli emas, lekin bu hayotning qattiq haqiqatidir. Shuning uchun ham aytishadi, bu sening aybing bo'lmasligi mumkin, lekin bu baribir sening muammoing. Albatta, javobgarlikdan qochish mumkin. Menda sabablar bor edi deb o'zingizni ham ishontirib qo'yish mumkin. Hatto boshqalar ham sizni tushunishi mumkin. Lekin keyin nima bo'ladi? Shunchaki hamma oldida tushuninglar, men sharoit qurboni edim degan ruxsatni olib, shu holatga ko'nikib yurishmi? Aslida bahona bu natijasiz turib ham hurmat olishga urinish. Go'yo ish qilinmagan, lekin baribir meni hurmat qiling degan holat. Eng qizig'i shundaki, ichingizda siz baribir bilasiz, siz yaxshiroq ham qila olardingiz, ko'proq ham qila olardingiz. Va eng og'ir nuqta aynan shu yerda boshlanadi. Shuning uchun menimcha haqiqiy o'sish barcha bahonalar tugaydigan joyda boshlanadi. Yo siz maksimal darajada harakat qilasiz, yo o'zingiz orzu qilgan hayotdan sekin-asta chetga chiqasiz. Maksimum qilish nimani anglatadi? Bu men nima kerak bo'lsa shuni qilaman degan niyat bilan ishlash. E'tibor bering. Men qila oladigan eng zo'ri emas, balki kerak bo'lgan natija. Ya'ni hatto qanday qilishni bilmasangiz ham baribir o'rganasiz, tushunasiz, izlanasiz, lekin kerakli natijani chiqarasiz. Yechim topasiz, bahona emas. Hammasi bitta narsadan boshlanadi. Natija bahonadan muhimroq ekanini tan olishdan. Qolgan hammasi esa shunchaki oldinga yurish odati. 6-qoida: taslim bo'lmang. Hammasi juda oddiy, tashlab ketmang. Men bu gapni to'liq jiddiy aytyapman. Har qanday sohada siz shunchaki davom etganingiz uchun odamlarning katta qismini ortda qoldirib ketishingiz mumkin. Bir oyda emas, yarim yilda emas, ammo 1 yildan keyin, yillar o'tib, bu o'zini natijasini beradi. Buning sababi siz super iqtidorli ekansiz degani emas, yoki miyangiz geniy bo'lgani uchun ham emas, va albatta qandaydir sehrli tabletkangiz borligi uchun ham emas. Yo'q. Shunchaki ko'pchilik natijani darrov ko'rmagani uchun yo'ldan chiqib ketadi. Qiziq bir fakt bor. Siz ham eshitgansiz ehtimol. Deyarli har qanday ko'nikmani 20 soatda normal darajada o'rganish mumkin. E'tibor bering, 20 soat, 20 hafta emas. Lekin asosiy muammo vaqtning uzunligida yoki qiyinligida emas. Muammo shundaki, odamlar shu birinchi 20 soatni 5 yil cho'zib yuborishadi. Masalan, gitara chalishni o'rganmoqchisiz. Tug'ma musiqachi bo'lish shart emas. Yillar davomida ustoz yonida o'tirish ham shart emas. Shunchaki 20 soat ajratsangiz, hech bo'lmaganda normal darajada biror narsa chalishni o'rganasiz. Va mana shu yerda eng muhim narsa boshlanadi. Chunki ko'pchilik qiyin bo'lgani uchun emas, balki jarayon zerikarli bo'lgani uchun tashlab ketadi. Takrorlash kerak bo'ladi. Tez natija yo'q. Hech kim qarsak chalmaydi. Menimcha, aynan shu nuqta oldinga ketayotganlar bilan hamma narsani yarim yo'lda tashlab ketadiganlarni ajratadigan joy. Juda chiroyli va aniq bir ibora bor. Dunyo natijani ko'rmayotgan paytda ham davom etadiganlarga tegishli. Menimcha bu haqiqat. Kuch bu motivatsiya emas. Kuch bu hamma narsaga qaramay davom etish, mukofotni keyinga surish va baribir ishni qilish. Va aynan shu paytda haqiqiy o'sish boshlanadi. 7-qoida bu qo'rquvni o'ldirish. Hayotingizda biror narsani o'zgartirish qo'rqinchli. Lekin rostini aytsam, undan ham qo'rqinchliroq narsa
Bu keyinchalik qaniydi o'sha paytda shu narsani sinab ko'rganimda deb afsuslanib yashash. Agar shunday qarasak, hayotimiz aslida bitta savolga borib taqaladi. Siz nimadan ko'proq qo'rqasiz? Real javobini eshitishdanmi, xato qilishdanmi, yo'q degan gapdanmi, yoki umr bo'yi men buni qilmagan ekanman deb o'zingizni yeyishdanmi? Men o'zim ham bu holatga juda ko'p tushganman. Ba'zi qarorlar haqida oylarlab o'ylaganman. Hatto yillar davomida ichimda aylantirib yurganman. Doim bitta narsani bilardim. Shunchaki qilish kerak. Chunki haqiqat shuki, siz yoki nimanidir qilib ko'rib afsuslanasiz, yoki qilmaganingiz uchun butun umr afsuslanasiz. Men o'zimni hayotda juda ko'p marta qaniydi ertaroq boshlagan bo'lsam yoki qaniydi buni ertaroq to'xtatgan bo'lsam degan fikrda ushlaganman. Bunday holatlar hamma odamda bor, menimcha. Vaqt o'tib qarasang, pushaymon bo'lish mumkin bo'lgan narsalar ko'p. Lekin yakun har doim bitta. Hayotda hamma narsa faqat sen haqiqatdan ham o'sha qadamni tashlashga tayyor bo'lganingda boshlanadi va riskni qabul qilganingda. Yana bir foydali usul, xavotirni kamaytirish uchun o'zingizga ochiq savol bering. Siz biror narsani sinab ko'rsangiz va shu narsada muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz nima bo'ladi? Realistik qarasak, ehtimol siz o'lmaysiz, ko'chada qolib ketmaysiz ham. Eng yomon holatda 1-2 kun yaqinlaringiznikida yasharsiz, xolos. Ha, o'sha paytda uyat bo'lishi mumkin, lekin bu shunchaki tajriba. Keyin u sizga foyda beradi. Eng muhimi, salbiy hissiyotlar juda tez unutiladi. Aniq javoblar esa kelajakni ancha ravshan qiladi. Chunki qo'rquv eng ko'p hammasi noaniq bo'lgan joyda o'sadi, tuman ichida. Agar esa aniq reja bo'lsa, hammasi yengillashadi. Hatto agar bu ish o'xshamasa nima qilaman degan chiqish rejasi ham bor bo'lsa, yanada xotirjam bo'lasiz. Yana bitta muhim nuqta, aynan meni tengdoshlarim va mendan kichikroq yoshlar uchun, agar siz hozir mas'uliyatlar kam paytingizda muhim qadamdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, keyinroq bola, ipoteka, biznes kabi mas'uliyatlar kelganda bu yanada qiyinlashadi. O'shaning uchun hozirgi vaqtingiz bu eng zo'r payt. Va ochiq aytganda, kechiktirish cheksiz davom etishi mumkin, lekin qo'rquv vaqt o'tgan sari kamaymaydi, aksincha ortadi. Shuning uchun asosiy xulosa shuki, agar qo'rqayotgan bo'lsangiz, qochmang. Qo'rquvni bo'laklarga bo'ling. Uni tushunishga harakat qiling. Chunki aniq qadamlar bo'lsa, vahima kamayadi. Va agar baribir qo'rqayotgan bo'lsangiz, shuni esda tuting, qo'rqib bo'lsa ham qilish, umuman qilmasdan umr bo'yi afsuslanishdan yaxshiroq. Va nihoyat 8-qoida. Qiyin yo'l aslida eng oson yo'l. Balki bu g'alati eshitilar, lekin haqiqat shuki, agar siz haqiqatdan ham biror joyga yetmoqchi bo'lsangiz, oson yo'lni qidirmang. Bu doimiy ravishda yo'q narsani izlashga o'xshaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, YouTube'da eng ko'p ko'riladigan videolar ham shunaqa. Mixni tez qoqish, krossovkani tez bog'lash, tez o'rganish usullari. Lekin muammo shundaki, haqiqiy qimmatli narsalar hech qachon yuzida yotmaydi. Chunki haqiqiy qiymat erkinlik, kuch, pul, o'z biznesing, ta'sir, ichki mustahkamlik, buning hech biri oson kelmaydi. Oddiy misol olaylik. Siz ingliz tilini o'rganishga qaror qildingiz va shu zahoti reklama chiqdi. Ingliz tilini 7 kunda o'rganing. Grammatikasiz, chet elga chiqmasdan faqat 10 daqiqa audio tinglang va native speaker bo'lasiz. Albatta bu chiroyli eshitiladi, lekin C1 yoki C2 darajaga chiqqan odamlar biladi, bu mutlaqo boshqacha yo'l. Bu kitoblar, filmlar, xatolarni tahlil qilish, doimiy mashq, feedback olish, yana mashq qilish va shu jarayonning takrorlanishi oqibatida keladigan natija. Bu 7 kun emas, ba'zan 7 yil, ba'zan undan ko'proq vaqt oladi. Va paradoks shundaki, aynan shu qiyin yo'l aslida haqiqiy tez yo'l, chunki u ishlaydi. Bundan oldinga aytilgan yo'l oson yo'l, ishlamaydigan bir instrument. Asl natija esa yuzlab kichik, zerikarli, takroriy ishlarning yig'indisidan hosil bo'ladi. Har kuni
darhol natijasiz, hatto ba'zan nima uchun boshlaganingizni ham unutib qo'yadigan darajada, lekin baribir davom etasiz, chunki aks holatda yetib bo'lmaydi. Eng katta paradoks ham shu: odamlar yillar davomida qisqa yo'lni izlaydi. Aslida esa agar boshidan uzun yo'lni tanlaganida allaqachon manzilga yetib borgan bo'lardi. Shuning uchun qiyin yo'l bu yagona haqiqiy oson yo'l. Qolgan hammasi esa faqat tizimni hak qilishga urinish, asl natijadan uzoqlashtiradigan va jarayonni cho'zadigan illyuziya. Do'stlar, shu bilan yakunlaymiz. Agar bugungi gaplardan hech bo'lmasa bitta fikr sizni o'ylantirgan bo'lsa yoki motivatsiya bergan bo'lsa, demak hammasi bekorga emas. Kommentariyada yozing. Siz uchun qaysi qoida eng muhim bo'ldi? Qaysi fikr sizga eng ko'p ta'sir qildi? Har bir fikr muhim. Bu kontentni yanada foydali qilishga yordam beradi. Agar yoqqan bo'lsa, like, obuna va do'stlaringiz bilan ulanishni unutmang. Bu haqiqatan ham davom etishga motivatsiya beradi.